Qadrdonlar, bugun Nazarbekni Garachi nuqtasiga kelganmiz. Obzor davomida ko'rasizlar. Mana bu postdan 8 metr ichkariga kirganda hamma biladigan arka ko'chaga kiramiz. Xonadonni obzorini qilib beraman, narxlarni aytamiz. Videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Yaxshi narxlarda joyi ko'rsataman. Assalomu alaykum aziz muhtaram obunachilar. Sizlarga bugun ko'rsatadigan xonadonimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Xonadon kulib turibdi. 90-yillarni eslatayotgan xonadonimizga xush kelibsizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, xonadonning narxi 225 ming dollar baholashyapti. Xonadonning obzorlarini ko'ringlar, albatta qo'ng'iroq qilib bosib oladigan joy. Xonadonimiz 6.9 sotuga ega bo'lgan, fasad qismi 26 ga 26,5 ga ega bo'lgan xonadonimiz uglovoyga joylashgan. Ikkita eshigiga ega. Xonadonda xonalarni aytadigan bo'lsa, kirishlar bilan chap tarafimizda 4 ta xona, o'ng tarafimizda 4 ta xonasi bor. Hayot gulzorga kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan, nada tikonlari. Podval qismlariga ega, sauna, basseynlariga ham ega. Albatta qo'ng'iroq qilib baraka qilishinglar mumkin. Egalarni raqamini ekranda qoldiramiz. Sunnatga muvofiq yana kelishadigan joylar bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'rg'oning